Qaynana, ha, bugun 12 avgust internetga kirsam, ilonlar kuni deb anaqa ekan, bayram ekan. Sizni va qizingizni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi nima deymiz endi? Bayram bardavom bo'lsin. Ilonlar yili. Yil ham sizga ekan. Yana hadeb men gapiravermang qaynana. Sizdan ham bitta eshitaylik bitta. Kuyov bolam, o'z bolam, mening qora ko'z bolam. Shu joyga bitta ellik ha. Umringiz uzoq bo'lsin. Uzoq bir hafta bo'lsin. Qaynanasidan qo'rqmaydiganlar bo'lsa, mana shu videoni qaynanangga jo'natib qo'y, bir ko'rak, duxti ko'rak. Tamam.